Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, charchamayapsizlarmi, tuzukmisizlar? Bizlarning bugungi lokatsiyamiz Samarobod mahallasida bo'pti. Hozir hammamiz biladigan Parkent tumanidagi Lesxoz degan hududimizda bu yoqni ko'rishimiz mumkin. Mahallaning ichi, yo'llar asfalt qilingan, suv, svet, gaz hammasi bor bu yoqda. Hech qanaqa muammo yo'q. Mana svetni ham ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan bugun ko'rib chiqadigan xonadonimiz xuddi shu xonadon bo'pti. Fasad qismi 25 metr tashkil qilyapti. Ichkariga qarab 32 metr, ya'ni umumiy maydoni 8 o'tuli xonadonni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bismillah. Bu yoqda 3 ta kirish eshigi mavjud. Bitta eshigimiz orqa eshik hisoblanadi, kichkina eshigimiz. O'rtasi garaj. Garaj kaltini hozir topolmadik, lekin qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, bu yoqni rasmlarini topib sizlarga tashlab beramiz. Asosiy kirish eshigimiz bu yoq bo'pti. Bismillah. Kiramiz. O'zbek xalqi doim shu to'y, uy qilish yaxshi ko'radi. Azaldan mehmondo'st xalq hisoblanganligi uchun xonalari ko'p qurilgan oldingi uylarimizda ko'pchilik ketsin deb oldin to'yxonalar bo'lmagan. Mashalloh, kirishimiz bilan qaranglar. Shunaqa navis ko'rishimiz mumkin. Juda ham baland qilib ishlangan. O'ng tarafimizda bitta mehmonlar uchun mo'ljallangan mehmonxona bu yoq. Hozirda bu yoqda ijarachilar turgan ekan. O'shaning uchun ozgina hamma xonalarga qaralmagan, o'zi bir qismida yashashayotgan ekan. Bu yoqda ikkinchi xonamiz, oshxonamizni ko'rishimiz mumkin. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda deyman, bitta mehmonlar uchun mo'ljallangan xona hamda oshxonamiz joylashtirilgan. Oshxonamiz ham mana birinchi qismi. Bu qaldiroshlar. Bu yoq ikkinchi qismi. Manzarani qaranglar, chiroyli fazli xonadon. Bu taraflardan tog'lar ko'rinib turadi. Hozir ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, manzara zo'r. Yer maydonimizda mevali daraxtlar joylashtirilgan. Kelajakda agar qiziquvchilar bo'lsa, ushbu hududga issiqxona qursa bo'ladi yoki turli xil sabzavotlarni yetishtirsa ham bo'ladi. Demak, birinchi qavatimiz o'ng qo'limizda, bu yog'ini yarmigacha garaj qilingan. Ichkari taraf juda katta deyishyapti garajni. O'zim ko'ra olmadim. Ikkinchi yarmi esa bitta ayvon, ikkita uy tushirilgan ekan bu yoqga. Xonalari juda ham 10 dan oshiq xonalari bor ushbu xonadonimizda. Kirishimiz bilan mana ayvonimizni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda hozir foydalanilmayotgan hudud bu. Eski uslubda qurilgan xonadonimiz, remontlari ham xuddi shu usul turibdi. Ko'cha bir ortiqcha narsa bo'lmagan. Yaxshi, sifatli remont qilingan ekan o'sha paytda. Mana ikkinchi xonamiz. Birinchi qavatdagi ikkita xona hamda bitta ayvonimiz. Endi bu tarafda ikkita xonamiz bor. Bu yoqni ota-onalar uchun mo'ljallangan xona qilib qo'ysak ham bo'ladi. Bu tarafdan omborxona sifatida foydalansak bo'ladi. Bu yoq ozgina remont talab bo'lib turgani uchun eshik muhrlangan. Bitta xonamiz. Bu xonani shiftlari baland qilib ishlangan ekan. Va ikkinchi xonamiz yo'l oxirida hojatxona joylashtirilgan. Mana bu yerni ham remontlari yaxshi. Pollari ham toza holatda turibdi. Kraskalari. Yer maydonimizda G-obrazli qurilgan xonadonimiz. Bu qismdan o'rtadan foydalanilmagan. Kelajakda bu yoq tarafga ham qurilish qilsak bo'ladi agar qo'shimcha sifatida. Endi bu yoq yo'lagimiz. Qorong'u yo'lak. Bu boya aytib o'tganimda orqa eshigimizni yo'li hisoblanadi mana. Bu yoq qo'shni taraf. Bu alohida qochirib, alohida bitta eshik qo'ygan ekan orqadan kirish chiqish qilishlik uchun e'tibor berilgan. Bunaqa narsalarga yaxshi. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatimizni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatimiz ham juda ham chiroyli. Aytib o'tsam bo'ladiki, bu yoq tepada 4 ta xona, 2 ta ayvoni mavjud bo'lib, agar 2 ta kelin tushiraman deydiganlar bo'lsa ham sharoitligi bor. Ota-onalar birinchi qavatda yashasa bo'ladi. Kelin-kuyovlarni ikkinchi qavatga qamab qo'ysa bo'ladi. Demak, ikkinchi qavat ham ikki qismga bo'lingan. Birinchi qismida bitta ayvonini ko'rishimiz mumkin. Mana aka. Va ikkita xonasi. Birinchi xonamiz.
Antikva remontlar bo'lgan bu paytda bunaqa remontlar qildirish. Ikkinchi xonamizda. Bu birinchi yarmi bo'ladigan bo'lsa, bu hozir foydalanilayotgan hudud. Ikkinchi hududdan hozirda foydalanishmayapti, lekin bu yoqda ham xuddi shunaqa razmerdagi, xuddi shunaqa dizayndagi ikkita uy, bitta ayvonni ko'rishimiz mumkin. Ichkarini ko'ramiz. Ayvon qismimizda bo'lingani. Bitta xonamizda remontlari lekin zo'r holatda turibdi. Bo'sh uydan aksarda zo'r beryapti. Va ikkinchi xonamiz. Alohida shkaflari ham bor. Bu yoqqa oldin tokchalar bo'lardi. Bular hammasini shkaf qilib qo'yishgan ekan. Manfaatli foydalansak bo'ladi. Ortiqcha mebelga faqat spalniya qo'ysa bo'ladi. Tak qolganiga shart-sharoitlar bor. Endi sizlarga aytib o'tdim, ikkinchi qavatdan manzaralar ko'rinadi. Polni tog'lar, tepaliklar. Tong otsa hammasini ko'ramiz deydigan joy mana shu yerda bo'ladi. Demak, hozirda ushbu soniga hisoblaydigan bo'lsak, 11 ta xona, 3 ta ayvoni mavjud bo'lgan, umumiy maydoni 8 sotuv bo'lgan xonadonimiz uchun hozirda so'ralayotgan summa 100 mingni tashkil qilyapti. Past tarafda nomerlarni ham qoldiramiz. Xohlasangiz Telegram kanalimizdan lokatsiyalarni ham olishingiz mumkin. Xonadon egalari albatta chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Biz sizlarga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Qo'shimcha savolinglar bo'ladigan bo'lsa, opsionda nomerlarimizni ham qoldiramiz. Bizdan yanada ko'proqni kutib qoling. Uy bor parking kanali maxsus sizlar uchun biz to'xtamaymiz. Rahmat.